Sadir, seni qo'ling shirinda. Ol. Asta. Çok. Qaymoq, qaymoq. Mana qara, yangisi kelib qoldi. Bir kuni, Badran kel. Ke, yangisi kelib qoldi, ke. Ikkitasi klet bir-biri bilan urushib, suyakka tepishi yo'q debdilar. Shu yangisimi? Buni yer yuzidagi ves odam biladi-yu. O'sha kayf bo'lib qolishibsan-u. Men sanlarga ana zarchkaga kalbasa olib ketman. Kalbasa bo'lmaydi, xoram. Bunga cho'chqa go'sht qo'shilgan. Bizga mumkin emas. Sen o'zingga qaromsan. Halol bu. Kalbasa malbasangni qo'y, sho'rva tayyor. O'zi ham naq 5 soat qaynadi. Sho'rvam san sho'rva bo'pti-da. Bu o'zi qanaqa sho'rva? Bu Sirdaryodagi xizmatdoshim jo'natdi. Kiyik sho'rva. Kiyik sho'rva? Kiyik go'shtida bo'lganmi? Kiyik go'shti ham yomon qizdirar ekan-a. Oma gap yo'q bor-ku. Maza qilib. Swagini layloga olib ketaman. Men maza qilsin u ham. Kiyikda swagini yeb, nimani swagi ekan deb. Hali itini oti Laylomidi? Bilmaganda gapirma. Nimadir kattadan gali shabolash rosa qattiq edi-da. Uzulubdan Layloni suydik. Hazillashma, ha? Layloni shul bo'lsa, Senlar Layloni so'yib yuborishdingmi? Menga kiyik go'shti deb ichirishding-a? Bechora Laylo to'rtta bolasi yetim qoldi. Hech bo'lmaganda o'sha bolani ko'taq bo'lsa bo'ladi. Senlar to'g'ri o'tirgan Menga qara, xo'p. Ichdan xo'p maza qilib maqtab ichding endi o'zingcha. Menga qara. Ani sho'rvani qolgani turibdi nimada? Qozonda turibdi, bor it tegmasin yana. Shuni yo'qka. Mana ko'rib olinglar. Mana ikkita haromxo'rni eslab qolinglar. Sizlarning onalaringiz yegan aynan mana shu ikkita haromxo'r bo'ladi. Sadir o badir, kulguli kadir, boshqacha shivada.